Zubir Qo'qonboy akamizga Zubar 1105 mini traktorimiz xayrli bo'lsin aka, narx-navlar yaxshimi? Yaxshi rahmat. Zo'r, qulayliklari yaxshi ekan. Aha. Gidravlika, yumshoq, yurishlari zo'r. Hammaga tavsiya qilamiz shunaqa traktorlarni olishni. Narxlari ham arzon, qulay. Bonuslar bor ekan, qisqasi chiroyli nimalar. Yana biz niyatimiz bor, o'shada Qorabayir degani bor ekan, o'shandan olish niyat bor. Xudo xolasa, keyingi yillarga inshaalloh nasib qilgan bo'lsa, hammalarga tavsiya qilamiz. Aka, mana haydab ko'rdingiz, 1105 mini traktorimiz yurishlari qanaqa aka? Chiroyli, ma'qul keldi. Ma'qul keldimi? Ha. Nimaga aynan shu aka 1105 mini traktorimizni sizga yoqdi, afzallik tomonlarini gapirib bersangiz? Qulayligi ixcham. Biz haydov qiladigan joylarga mo'ljallangan traktor ekan. Shuning hisobiga biz mana shu tomonlarning qulayligini hisobga olib, shu traktor hayd qilishga alik bo'ldik. Xudo xolasa, endi bir ishlatib ko'rsak, nasib qilgan bo'lsa, yalcha kattaroq joylarimiz bor, unga sal kattaroqlarini olishga harakat qilamiz, to'g'risiga. Rahmat aka. Akamizga Super 1105 mini traktorimizni frezalari hamda pluglari bilan qilib berdik. Kimga shunaqa mini traktorlarimiz, katta traktorlarimiz kerak bo'lsa, barchalarini Chinta Chagroda kutib qolamiz. Chegirmamiz hali ham davom etmoqda. Şahınlardan söylere, şahınlardan söylere, sallanın bakardı, sallanın bakardı. Çağınları her yana tuğlağa bakardı, koluna bakardı. Sayın boyu benadanın saçını tereydi, saçını tereydi, saçını tereydi her yana, şık tereydi, şık tereydi. Karamasın kolları, şıkılarına, şıkılarına. Araçlarla sızıp kaldım, koz geçemana, koz geçemana. Başı araçlarla taşlar ketalına geyme, ketalına geyme. Derya taşları